Bola, shu ahvolga kelguncha bilmadingizmi? Bilmadim. Og'riqsiz kechibdi jarayon. Shu sabab hech narsa bilinmadi. Gunohingiz begunoh bolaga uribdi-da. O'g'lingiz yaxshimi? Ko'rib kelyapsizmi? O'g'limni umuman tilingga olmasa. Sen sabab o'g'lim turmada yotibdi. Iloyim, seni ko'zlaringni yer to'ldirsin. O'g'limni kimlarga almashtirding? Iloyim yuzing qora bo'lsin. Qarg'amang. Qarg'ish o'z egasini toparkan aylanib. Menga kelsa aytaman. Bor anavinga. Men aynan o'shani qarg'aganman deyman. Nima deyapti ular? Kim nima deydi? Kim bo'ladi? Shifokorlarda. Ha, ularmi? Oyijon, bir iltimosim bor edi sizga. Pul so'raysan-da? Seni shundan boshqa nima iltimosing bo'lishi mumkin? O'zbekistondan ketganimda otamni uyini sotib ketganman. Bu yerda uyimiz yo'q. Iltimos, uyingizdan joy bering. Yo'q. Meni uyimda senga joy yo'q. Ana? Nima ko'p? Mehmonxonalar ko'p. Mayli, yo'q deyishingizni bilardim. Shunday bo'lsa ham bir so'raydigandim. Bolaga yaxshi qara. Men uyga ketdim. Xo'p. Uyimga ketamanmish. O bu kampir shoyi. O'g'ling qachon keladi, xudo biladi. Yur keldim.